Ingliz tilini endi boshlagan o'quvchilar hali ham gaplarni tuzishga qiynalishadi. Buning eng asosiy sabablaridan bittasi ular ikkita harakat, ikkita fe'l kelib qolgan paytda ularni qanday bog'lashni bilishmaydi. Ikkita fe'l kelib qolgan paytda ularni bog'lashning ikkita eng asosiy usuli bor. Birinchi usuli infinitiv, ya'ni to bilan bo'lash. Ikkinchi usuli gerund usuli hisoblanadi. Gerund usuli ing qo'shib bog'lash. Masalan, siz men ingliz tilini o'rganishni xohlayman demoqchisiz. O'shanda want xohlamoq so'zini learn o'rganmoq fe'llariga bog'lashingiz kerak. Unda wantdan keyin to bog'lovchisini qo'ysangiz, o'shanda I want to learn English, ya'ni men ingliz tilini o'rganishni xohlayman bo'ladi va bu to bu yoqda bog'lovchi vazifasini bajaradi. Ikkinchi usulga keladigan bo'lsak, gerund usuliga siz birinchi fe'lga tegmaysiz va ikkinchi fe'lga ing qo'shimchalarini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz aytmoqchisizki, men ingliz tilida gapirishni yaxshi ko'raman. O'shanda I like speaking English, ya'ni like birinchi fe'l va speak gapirmoq so'ziga siz ing qo'shimchasini qo'shdingiz va ikkita fe'l o'shanda grammatik jihatdan bog'lanadi. Mana shu usullarni qo'llab fe'llarni bog'laydigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan murakkab gaplarni ham bemalol ingliz tilida tuza olasiz. Siz yana qaysi mavzularni o'rganishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.